Salam dostlar, welcome to English with Erkin YouTube channel. I'm Erkin. İngliz tilini yangicha, erkin va yengil ravishda o'rganishni xohlasangiz, bu kanalning yaxshi do'sti bo'ling. Bugungi videomizda uchrashuv, muhabbatlash bosqichi va to'y qatorliq temalarga munosabatli bo'lgan ingliz tilidagi intayin jonliq va qo'llanishchan bo'lgan 10 xil ifodalash usuli bilan tanishib chiqamiz. Videoning oxirida siz uchun tayyorlagan alohida sovg'atimdan bahramon bo'lasiz. Gapni avval uchirishdan boshlaylik. Bu yerda oydinlashtirib tegishli bir nuqta bor. Date. Date so'zini Uyg'ur tilida uchrashish deb tarjima qilamiz. Uyg'ur tilida oshiq-mashqlar o'tirdiki va yoki doktor, advokatlar bilan bo'lgan har xil shaklda uchrashishlarning hammasini o'xshashla uchrashish deymiz. Halbuki ingliz tilida romantik uchrashish date bo'ldi, ammo doktor, advokat qatorliq har xil kasbga yoki savdoga munosabatli uchrashishlar bo'lsa appointment bo'ldi. Endi date so'zi fe'l bo'lganda uchrashish, ism bo'lganda chilan degan ma'ni bildirdi. Date. Appointment. Siz balkim bo'ytaq, cho'nglar yoki do'stlaringiz yoki xizmatdoshlaringiz tarafidan ma'lum birisiga tanishtirilib, tunji uchrashishga chiqdingiz. Qarshi taraf bilan bir-biringizni azaldan tanimaysiz. Bu xil uchrashishni ingliz tilida blind date deb ataymiz. Bu yerdagi blind bo'lsa ko'z ko'rmas yoki qarg'u degan ma'noda. Demak, qarg'ularcha tanishmoqchi bo'lib chiqqan uchrashish ingliz tilida blind date bo'ldi. Blind date. Xo'p, uchrashishga chiqdingiz. Qarshi taraf haqiqatan ko'nglingizga chiqdi. Qiyofat jihatdan siz eng yoqtiradigan tip bo'lib qolmasdan balki gap so'zinglarmi bir yerdan chiqib qoldi. Bu yerda bir ko'rib oshiq bo'lib qolish ehtimolligingiz intayin yuqori bo'ldi. Agar qarshi tarafni haqiqatan bir ko'ribla yaxshi ko'rib qolgan bo'lsangiz, love at the first sight deymiz. Xuddi Uyg'ur tilida deydiganimizdek, bir ko'rib yaxshi ko'rib qolish, love at the first sight. Love at the first sight. Masalan, she was my love at the first sight. Men uni bir ko'ribla yaxshi ko'rib qolgan degan ma'noda. Keyingi ifodalash shakli bo'lsa, yuragimning parisi. The apple of my eye. The apple of my eye. Masalan, she's the apple of my eye. She's the apple of my eye. U mening sevginim yoki biz deydigan yuragimning parisi degan ifodalash shakli bo'ldi. Shunday qilib, bu bir ko'rib oshiq bo'lib qolgan odamingiz bilan qizg'in muhabbatlashib ketdingiz. Agar ma'lum bir kuni yana bir juft do'stlaringiz bilan birga 4 kishi, ya'ni 2 juft oshiq-ma'shuq billa tamoqqa yoki kinoga bordingiz desak, bu xil uchrashishni biz double date deb ataymiz. Double date. Ya'ni qo'sh uchrashish, 2 juftning birlikda uchrashishga chiqishi. Amaliyotda xil umumlashgan ish bu, ammo bizda maxsus bir qo'sh uchrashish degandek bundoq at yo'q. İngliz tilida bo'lsa, xili ko'p qo'llandi. Qo'sh uchrashish, double date. Shunday qilib, double date mi qildingiz? Qarshi taraf bilan tanishishingiz, qarshi tarafni tushunishingiz qancha cho'nqurlashgan sari siz uni shuncha yaxshi ko'rib qolayotgandek his qilasiz. Agar butun vujudingiz bilan yaxshi ko'rib, as-hushingizni yo'qotib qo'ysangiz, majnun bo'ldingiz degan gap. Bir kishini majnunlarcha yaxshi ko'rib qolgan bo'lsangiz, bu xil ifodalash usulini ingliz tilida smitten degan sifat so'z bilan ifodalasak bo'ldi. Jumlada smitten by somebody shaklda ishlatildi. Masalan, he was smitten by her beauty. U yigit u qizning go'zalligidan majnun bo'ldi degan ma'noda. He was so smitten by her that he moved to Mexico to be near her. O yigit o qizga majnunlarcha oshiq bo'libdiki, o qiz bilan birga bo'lish uchun, o qiz bilan yaqin bo'lish uchun Meksikaga ko'chib ketibdi degan ma'noda. Endi muhabbatlash jarayonida har kuni kulki chaqchaq ichida davomli xo'shal-xo'ram kayfiyat o'taman degili bo'lmaydi. Chunki odamning ko'ngli odatda o'zi eng yaxshi ko'rgan odamdan eng oson og'rindi.
Agar biraylan yoki so'ygunungiz ma'lum sabablar tufaylidan sizni e'tiborga olmasa, batmasa, ingliz tilida bu xil ahvolni to give somebody the cold shoulder deb olamiz. To give somebody the cold shoulder. Masalan, u yaqinning yoqi menga batnavatidu bo'lsa, she's been giving me the cold shoulder. She's been giving me the cold shoulder. She's been giving me the cold shoulder. Or he's been giving me the cold shoulder. U yaqinni yoqi menga batnavatidu, u yaqinni yoqi meni e'tiborga olmavatidu degan ma'noda. Bu cümlede işletilgen cümle şekli bo'lsa present perfect continuous deymiz. Bu cümle şekli ingliz tilidagi intayin muhim cümle şekillerinden biri. Bu to'g'risida maxsus to'xtalishimizga to'g'ri keldi. Keyin ayrim bir boshqa videoda ko'rishimiz. Endi shundoq e'tiborga olmaslik, batnash, dartmilashlar bek ko'p bo'lib ketsa, munosabatingiz sal yiriklashib qoldi. Ingliz tilida bu xil munosabatni yiriklashib qilishni to be on the rocks bo'yicha ifodalaymiz. To be on the rocks. Bu yerdagi rock deganimiz qiya tosh degan ma'noda. Masalan, I think their marriage is on the rocks. I think their marriage is on the rocks. Menimcha ularning nikohi xatar ichida yoki bo'lmasa to'y munosabati krizis ichida degan ma'noda. To break up. To break up. Or split up. Split up. Ayrılıp ketish. They are really a match made in heaven. Xudo qo'shgan bir jumla. Tie the knot. Tie the knot. Tie. Tie. Tie so'zi ism bo'lganda galstuk, fe'l bo'lganda chigish, bog'lash degan ma'noda. Knot. Knot. Knot so'zi bo'lsa tugush, chigilgan tugush degan ma'noda, ya'ni ikki og'amchini bog'lasangiz paydo bo'lgan bu tugush knot bo'ldi. Ya'ni tie the knot deganimiz bu bir xil ifodalash shakli bo'lib, to'yga qartilgan, to'y qilish degan ma'noda. Tuanda birlikda qaytlaymiz, menga agishing. Blind date. Blind date. Love at the first sight. Love at the first sight. The apple of my eye. The apple of my eye. Double date. Double date. Smitten. Smitten by somebody. To give somebody the cold shoulder. To give somebody the cold shoulder. On the rocks. On the rocks. Break up. Split up. Split up. Match made in heaven. Tie the knot. Tie the knot. Erken bilen İngilizce YouTube kanalı kurulup, qisqagina 3 hafta mobaynida har qaysi davlatlardagi Uyg'urlarning kuchlik ma'naviy qo'llashiga va nurg'un ijobiy taklif fikr va rag'batlantirishlarga erishdim. Mushu munosabat bilan sizlarga alohida bir sovg'a tayyorladim. Yoqtirishinglarni umid qilaman. Arlıgaçlar qilsa parvoz sizni asladim. Tong sabasi yangratsa soz sizni asladim. Qayerdasiz chiroylig'im, ko'zi xumolim. Jondan o'tdi bu seg'inish, bu intizorlik. Candan öttü bu seviniş, bu intizarlık. Muhabbet, muhabbet, sevgi muhabbet. Muhabbet, muhabbet, tunci muhabbet.
Bulutlar qatori o'tsa sizni asladim. Sig'inishda o'tdi yoshlik, buni sezmedim. Hiyolimdan ketmez hergiz lavlari şerbet. Shirin suhbat amroq gulum, tunji muhabbet. Shirin suhbat amroq gulum, tunji muhabbet. Muhabbet, muhabbet, sevgi muhabbet. Muhabbet, muhabbet, sevgi muhabbet. Muhabbet, muhabbet, sevgi muhabbet. Muhabbet, muhabbet, tunji muhabbet. Muhabbet, muhabbet, sevgi muhabbet. Muhabbet, muhabbet, sevgi muhabbet. They are really a match made in heaven. Xudo qo'shgan bir juftlar.